O'rtoq, men nimaga chaqirganing o'zi? Endi mani eshit. Gapir. Menga seni yordaming kerak. Qanaqa yordam? O'zi ish bilan keldim oldinga. Voy, seni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Erim o'zgarib qolgan. Qishlog'imizda oyimcha paydo bo'lgandan beri menga qara, bitta bolani o'rniga sen o'g'il bola bo'lsang-chi? Bo'ladi. Qo'lingdan keladi-ku, to'g'rimi? Albatta. Keyin shunaqa qilamiz. Kelishdik. Yur. Ering o'lib qoladi. Hozir boramiz. Qani ketdik. Ering qarayapti. Yur. Понял, что это такое? Qaravatdimi? Safina! Ketdik. Qaramasdan yur tez. Yerga Bildirma. yurma. Safina! Salom. У меня нету Voy, времени, voy, vaqt yo'q. Valijon. Vaqt yo'q. Yaxshimisan? Tinchlik, Sonlarni tinchlik. yaxshimi? Давай, извини. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Ha, ketmani uchmoqchiman. Qanaqa ketmon, Buni patishib eshitmaydi. Tavba. Подевался. Nima dedim? Куда Ha, пошла? odam bilan ham hayron bo'lasan, tavba. Kinasi ketdi. Hali ham to'xtasin bor ekan. To'xtasin ushlab qoldi. Bo'lmasa bizga yetib olib ikkalamizni ham dabdalamizdan chiqarardi. O'ylagan rejamiz ham o'xshamasdi. Keyin o'shaman. Ha. O'zi ham g'irt erkakni o'zi bo'lgansan. Ketyaptimikin? Menimcha ketyapti. Понял, совсем не понял. Rejamiz amalga oshyapti. Ering kelsa yana bildirib qo'ymagin, xo'p? Kelarmikan? Кто такая? Чё смеешься? Ты что, хочешь до инфаркта, что ли, довести? Я не понял тебя. Qo'ymay. Смешно тебе? Клоун, да, что ли, по-твоему, да? Ты чё смеешься? Ты просто неправильно понимаешь. Ну прости, пожалуйста, я хотела тебя проверить. На что проверить? Это что, игрушка, что ли? Нет. Робот тебе, что ли? Проверять Ой, меня? Стой, Yo'q, jiddiylashib ketdi. ты меня любишь? Короче, все понятно, Почти ясно вас, с да. тобой. Послушай. Ну Что ты прости, хочешь от меня? пожалуйста. Конечно, люблю. А зачем я сюда приехал? Вот кишлак, зачем? На ишаке катаюсь, на тракторе езжу, днем работаю. Для чего? Только для тебя. Ты так хотела. Не надо было. Надо просто поговорить. Ну иди ко мне. Я люблю тебя. Помни это. И не забывай. Ой. Пахать, блин. Днем работай, вечером работай. Safina! Соп, чё хальтамос? Жара какая. Suv ichmoqchimisan? Ha, kecha to'ymadingmi suvga? Mana endi hozir to'yasan. Men to'ydiraman seni suvga. Как я устала. Mana suv olib keldim. Ты что, дура, что ли? Ты что делаешь? Сам ты Больная, больной. что ли, совсем? Ага, доктору можно, мне нельзя, да? Это же была случайность. Мы уже все обсуждали. Она уехала, все, нету больше нашей жизни. Но я не слепая. Наверное, слепая. Так и тебе надо. За что? Я что, это заслужил, что ли? Если еще надо будет, обращайся. Обязательно. Джахона Хана тоже я обращусь. Kinoya tushishchi. Kino.
Kelinoyi, tursizchi turing. Chidolmayman, ketdik. Voy, Bu qizcha ham xolajonimga qo'ymas ekan. Bilishimcha bu Xolmamatning sinasi ekan. Har kuni kechqurun oldimga kelib, ayni shirin uyquda bo'lganimda meni turg'izib, hovlining eng chekka joyiga meni o'zi bilan olib borar ekan. Lekin na iloj. ketdik. Men bu ishni o'z zimmamga bo'lib tezroq. Bunday holatlar ham bo'lib turardi. Har doim tualetga kirib uxlab qolar ekan. Uyg'otsam ham yig'lar ekan. Undan ko'ra hojatxonaga kirib qo'limda olib chiqaman. Hojatxonaga kirib qo'limda ko'tarib olib chiqaman. Uf. Uxlab qoldi. Yotib uxlasak bo'lmasmidi? Shu kunlar ham bosh bo'lib. Menimcha og'irsan. Voy, nima bo'ldi? Voy, nima bo'ldi? Voy, shunga shunchami? Shaharlik kelinimiz, shaharlik Suv qizimiz sep qo'yaman senga, voy. Ya, Sara, odamxo'rlar orasiga tushib qoldikmi? ya. Yo'q, men odam Nimaga yemaganman. qo'rqasan, dugonajon? Bu dadam molni so'ygan edik, kallasini yemagandik. Shu kallasini quritib qo'ygandik. Men ham boshini buni ko'rganda rosa qo'rqaman, rosa baqirganman. Hech qisi yo'q dugonajon, o'rganib ketasan. Shunday qilamiz. Bo'ldi dalasi, boring omborxonaga qo'yib chiqing. Mayli. Men borib ishlarimni hal qilaman. O'rganib ketasan. Yo'q, to'xta. Bo'pti. Men ham sen bilan borib qolaman. Bo'pti, yur ketdik. Yur. Tashlab ketma meni. Yur qo'rqasan. Bo'pti ana. Negativ ishlam qilaman. Yaxshi mayli. Bu yoqqa kecha yur qo'shnilarga borib bir g'iybatdan olib kelamiz. Yur. G'iybat qilib kelamiz. Qanday hayot bu? Blin, a? Senga necha marta aytdim, qarash kerak deb. Ataning tarbiya berganmi senga? Ey! Siksinga kirib ham shuni o'tiribman, a? Voy oyijon, Doim o'zingiz ko'chada ko'tarib yurasiz. turmadigan. Undan ko'ra tepangizda uchganim yaxshi. Albatta oyijon. Sen hali menga gap qaytaryapsanmi? Hali meni 8ta bolalarim bilan bitta gapimni ikkita qilmagan. Sen hali menga gap qaytarasanmi? Ay parazitka, adam bo'lmaysan sen. Hozir men seni tarbiyalab qo'yaman. Sen hali to'xta. To'xta dedim senga. Ha deb uravermen. Mana senga. Voy, Qachon qaramasa shuni qilasan. oyijon. Men o'tiraman endi. Yop berim. Keling, men sizni uchiraman. Voy, ko'tlarim ham chang bo'lib ketdi. Voy, ko'timga sig'mayapti. Voy, ana g'az joylashtirib olay. Ana. Voy, ey, mazza. Voy, как хорошо. Shamol bo'lyapti. Voy, Toshkentda shuncha shamol yo'q. Voy, mazza. Yaxshimi oyijon? Voy. Ana.
bilib, yoshlikda eslayman-da. Voy. Voy, qayerda sen? Oyjon, nima bo'ldi? Sen yaramas. Oyjon. Hozir men senga turib olayin. Ya bismillah. Ha, baka kesan. Ах ты паразитка. To'xta. To'xta dedim. Ой, hozir, сейчас, вот эту палочку. Эй, ну-ка, иди-ка сюда. To'xta deyapman senga. Стой, eshak bor ekan. Bola, kaç bir tan, kaç. Ya, bismillah. Ой, я, да что такое? Bismillah. Как или как там? Ой, to'xta deyapman senga. Ах ты паразитка, hozir yetib olaman. Yursan-chi, qanaqa eshak bu? Как это там? Поехали! Ой, сейчас я тебя же догоню! Tavba. Shu qaynonam bilan hadeb kalta yeyverisham jonimga tegdi. Saksonga kirib quyilmaydi ham. Lekin shu qaynonam bo'lmasa, zerikib ham qolaman-de. Kunim o'tmaydi. Qaynonam bilan har doim urushganim ham menga yoqadi. Xudo. Bunaqa qaynona yana kimda bor? Faqat menga berilgan. Mayli endi, nima ham qilardim. Shu qaynona bilan yashash meni peshonamga yozilgan ekan. Shu bilan yashayman. Hali qarab tursin. Boplayman. Yo'q, buni boplab bo'lmaydi. Bu meni boplaydi. Senga gapiryapman. Mana shu emchaklarim bilan bolalarimni katta qilib senga berib o'tiribman. Voy, тебе говорю. Hozir men senga ko'rsataman. Hozir ko'rsataman senga shunday o'tirishni. Senga gapiryapman, eshitmayapsanmi? Voy, deyapman. Я тебе говорю, до каких пор shunaqa o'tirasan? Что такое? Voy, oyjon. Что такое? Qanday odamsan o'zi? Mashta o'tirganingni o'tirgan. Oyjon, hadeb nega meni urishursiz? Men ham bekor o'tirganim yo'q-ku. Sizni o'ylab o'tiribman. Voy, nima bu? Nimani meni o'ylaysan? Sizni erga berishni o'ylayapman. Nima deding? Ну-ка еще раз скажи. Sizni erga beramiz. Er? Qanaqa er? Ani Xolmataka bor qishlog'imizdagi. Xotini o'tgan yili o'lgan. Молодец, hali qo'shnimizmi? Ha, o'sha. Kechalim mali bolam, aylanay. Voy, o'zim aylanay qaynonamdan, o'zimni oyijonim. Voy, oyijonim. Tilingni topdimmi? Qarab tur. Diqqat. Yavaşsana. Qo'ying dedim. Mazza hozir ko'rsatmayman. Shoshmay turing. Qo'yish kerak-da. Men bunga 5 qo'ysak, men bunga 2 qo'yaman. Вот, Джонка моя, Джонка. Посмотри на меня, Джонка. Софина, посмотри на меня. Софина. Xo'p. Софина. Voy. Salom. Yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sen ham qatnashmoqchimiding? Shu tanlovga? Ha, juda ham qatnashkim kelyapti. Kim bu? Bu ro'paramdagi qo'shni Anzarat bor-ku, o'shani kelini. Voy, qachon u kelin ola qoldi? Voy, kelin olmadi. Emi-jemida 2 oylik homilasi bilan kim o'tiribdi bu? To'y qilgani yo'q. Emi-jemida 2 oylik homilasi bilan o'tiribdi. O'zi bizni birozi bo'lib qo'ya qolay. Qatnashib Voy, bo'pti, kel. Qorningdagi bola hurmat qil. Rahmat, kattakon, rahmat.
Qatnashsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi yuribsizmi? Tanishinglar. Turibsizmi charchamasdan? O'zingiz yaxshimisiz? Ixtiyorjonim! O'zimga do'mbag'im. Men senga aytgan narsani olib kel. Bor, tez. Voy sana. Jonim o'zim do'mbag'im. Yur. Mana jonivor. Voy. Voy sassishni, sasvatdi. Nima qilamiz? Mana sizlarga surprizu, ana surpriz. Ming'ir qilmasdan mana shu qo'yni junini olish kerak. Nimada olamiz? Britvada olamizmi? Voy, britvada olasizlarmi, qaychida olasizlarmi? Nimada olsanglar ham olasizlar. Qo'y junini Bitta qo'yni junini olishni bilmaysizlar. Qani, shagom, marsh. Qani, bora qol jonivor. Voy, Tashakkurlar ich. Ishalar. O'sha ona. O'zinglar ko'rlar. voy, menga qaranglar. Voy, qoldi-ku. Qandoq o'xshaymiz a? Hozir yetib olamiz. Vapladik. Ajab bo'pti, zo'r bo'pti. Men shunaqa qilibchi o'zi, kelinlarni hammasini birma-bir elakdan o'tkazish kerak. Ha! Qo'y ushomadik. Ana xotin seni dukmangni katta ekanman. Hammasi joyida. Nima bo'ldi? Yig'ilib tushdim. Ketdi-ya. Сейчас мы их поймаем, сейчас поймаем. Aytdim-ku, ular qo'yni ushlanmaydi, eplolmaydi deb. Voy, o'sha Вот, идем. Сейчас я Osmonga qo'ydim sizlarga. Не бойся. Ha, xotinlarim bosinglar. Хороший мальчик. Onlar yaxshilab. Orqasidan junini, oldidan junini, boshidan junini. Bo'yi sop keldi, Hamma bo'yi. joyini olib, lassa birista qilmayingizlar, xo'pmi? Masalan, shoshmay turgin. Mana. Voy, qilib qo'yamiz. Voy. Voyda Давайте. Работайте, девочки, работайте. О, моя, Джонка моя, солнышко мое. Молодец. Yur. Voy, yurishyapti yo'q. Qaranglar qanday. Voy, qizni itaringlar. Hozir boplayman. Hoy! Qolmaman! Yine eshitaman. Qo'yni so'y. Ay joningdan. Bugun oshqozonimizga tushayotgansan. Yur. Voydoz. Okay. Ay, Temela qo'yga. Qo'yga temela. Qo'yga Unda qilmaydi. Va'da Voy, shere. O'zini bos. Ustingizda arz qilaman, qo'y temela. Ustingizda arz qilaman, qo'yib yuboringlar. Qanaqa vahshiy odamsizlar. Odam emaslar, vahshiylar. Voy, ya. Biram qo'y go'shtidan shiringina ovqat chiqibdi-ya. Qani, olinglar. Voy, bor, Arofatni chaqir, mehmonni chaqir. Og'izim katta ekanda. Meni xotinim-da, bu meni xotinim. Ye xotinim, bostir, ye yaxshilab. Bosib o'tir. O'chib ketdi ekan. Astag'firullah.
Sara. Meni xotinim o'zimda. Voy, bu meni kelinim. Bu poytaxtli Yana bu meni kelinim mana. xotinim. Voy. Sara. Fu. Nima bu? O'zingga kel, Sara. Suv ich. Nima bo'ldi, Sara? O'zi yaxshimisan? Boshing og'rimayaptimi? Ota-onangga qanaqa javob beraman, Sara? Yaxshiman. Buni qara. Yaxshimisan ishqilib? Voy, Xudoga shukr. Agar Toshkentda bo'lganimda Shuncha narsaga nimaga chidab yuribsan, Sara? Qochib ketishga harakat qilmadingmi? qochib ketish uchun nimalar qilmadim. Kimdir bormi? Qarab olinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, sizni Xudo menga o'zi jo'natdi. Tinchlik nima bo'ldi? Tinchlik? Meni bu yerga o'g'irlab olib kelishdi. Qanaqasiga? Majburlab ushlab turishibdi. O'g'irlab qopga solishdimi? Qanaqa qop? Menga aytavering, qanaqa qilib sizni o'g'irlashdi? Men o'shani aniqlashtirmoqchiman. Meni aldab olib kelishdi. Parijga olib boraman deb. Mana shu yerlarga olib kelishdi. Shahzodaman deb aldadi. Majburlab olib o'tirishdimi sizni? Men umuman tushunmayapman, to'g'risi. Tushuntirroq gapiring. Hovlida bemalol yuribsiz-ku, qo'lingizda kishan yo'q. Nima, yoki sizga dachig o'rnatib qo'yishdimi kuzatish uchun? Qanaqa dachig? Bo'lmasa nimaga ketib qolmayapsiz? Ketolmayapman. Yo'li bilmayapman. Qog'ozni yirtib tashlayman, to'g'ri tushuning. Men umuman sizni tushunmadim. Xo'sh. Tak. Ya? Kinaymi? Kimdir kelibdimi? Tog'ami? Tog'a. Kelin, menga quloq soling. Oilaviy mojaroyingiz bilan meni vahshiy vaqtim olmay, to'g'ri tushuning. Bo'lmasa yomon ko'rsatma berganingiz uchun men sizni javobgarlikka tortishim mumkin. Meni to'g'ri tushuning. Tog'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Qalaysan-chi, yaxshimisan? Ishlaysiz yaxshimi? Nima gaplar, sonlar yaxshimi? Kiyimlar yarashibdi-ku. Katta bola bo'lib qolsa. Bu jonim uydalar. Yuring ichkariga kiring. Kina, yuring kiring. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Hollaringizga formangiz yarashdi. Nima bu keling? Bilishimcha, militsiya xodimi Xolmamatda amakisi ekan. Shuning uchun ham menga yordam berishni istamadi. Qishloqda pochtalyon borligini bilib turib, juda ko'p xat yozdim. 10 ta, 20 ta, 30 ta xat pochtaga tashladim. Javobini ancha yil kutdim. Lekin bilishimcha, men aytgan manzilga yetib bormabdi. Faqatgina qarindoshi bo'lib chiqdi bu pochtalyon. Men qayerdan bilay bu pochtalyonni qarindoshligini? Kenaya? Kenaya.
yerda почтальон bor ekan. Voy. Voy. Assalomu alaykum. Voy. Почтальон bor ekan. Voy. Yangam uyda bor? Xat yuborgandi. Ha, uyda. Ha? Uyda. Почтальон. Voy. Xudoni o'zi sizga menga jo'natdi. Voy. Yangam bo'lmasa, qaynotangizga berib qo'ying bu xatni. Mana ham sizga xatim bor edi. Mana shu xatni Toshkentga jo'natib yuboring, iltimos sizdan. Qanaqa xat? Buning uchun konvert olishingiz kerak mana. Nech pul turadi? 1000 so'm. Xo'p, ushlab turing. 1000 so'm. Mayli. Voy. Mana 2000 so'm. Bo'ldi. Faqat bir xatni tezroq Toshkentga jo'natib yuboring. Iltimos, Toshkentga yetib borsin faqat. Hop. Faqat manzilga olib boring. Men hali juda ko'p sizga xat yozaman. Mana. Rahmat. Bo'ldi. Rahmat. Bo'lmasa ketdim. Rahmat. Faqat yetkazib boring. Rahmat. Tavba qilib ketganmi buni? Yes. Yes. Yetti kara 3 21 bo'ladi. Bilaman. Qani, yozolmay o'tiribsan-ku necha soatdan beri? 21 bo'ladi. Assalomu alaykum xola. Voy, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Keliningiz yo'q. Ha, yo'q, dalaga ketgan u. Xat yozardi keliningiz. Kimga yozadi? Bilmasam. Kimga yozadi? Nimaga yozadi? Qani berchi? Ha, bitginani olsin. Ma, ol, o'qiman buni. Balaka kelib qolmasa bo'ldi. Mana ona o'qiyapman, qarang. Salom deganajon. Men bu yerga o'zim bilmagan holatda asirga tushib qoldim. Lekin men sizlardan najot kutgandim. U ham o'xshamadi deb yozibdi. Sekinroq. Bitginani olsin. Men ketdim. To'xta bolam. Agar shunaqa yana xat yozib tursa, to'g'ri meni oldimga olib kelaver, xo'p? Bo'pti, yaxshi bo'l. Amin. Qayerga yongan? Qana ketdik. Sekin. Jamila. Ha, ana. Xos bo'plingiz. Qo'y. Aha, ketdik. Sekin. Ke, ot. Qana, per tezroq bo'l. Qani. Xos. Hozir. Ana, bo'ldi. Qarashkim. Bo'l. Qis. Bo'ldi, xo'p. Ketdik. Qochdik. Qizlar qochdik. Bo'pladi. Qochdik. Hey, Tufaya xonim, yes. Hey, Tufaya xon. Ana. Tufaya xon. Hey, bir kecha mehmoning bo'lay, Tufaya xon. Jo'ningdan kim o'pay? Ой, блин. Voy, qo'shnilar, eshitinglar. Voy, mana bu yerda nimadir bo'lyapti. Voy, bolam, voy, meni bolam. Voy, bolam. Voy, o'lmasam, voy,
sharmanda. Voydor, qo'shnilar, voydor sharmanda. Gap Voyjan, bopladik. Nima qilishyapti? Yordam berish kerak ularga. Yordam bersangiz-chi. Ey Xudoyim. Voy Xudo, voy boshim. Bu hayotda judayam qattiq qiynaldim. Qiyinchiligi nimada dersiz? Qiyinchiligi yolg'iz farzand katta qilishda. Dala ishlari, uy ro'zg'orlari, hammasiga ulgurish. Ham ota, ham ona bo'lish, har kuni ertalabdan kechgacha dalada ishlayman. Farzandlarimni boqish uchun. Uyga charchab kirganimda esa farzandlarim yonimdan chiqib, "Ona, charchadingizmi?" degan so'zlarini eshitib xursand bo'laman. Men bu so'zlarga kulib, "Yo'q, charchamadim" deb javob berishga majburman. Eng qiynaladigan so'zim ham shunda. Farzandlarimni ko'zlariga qarab yolg'on gapirishga majbur. Agar yolg'on gapirmasam, farzandlarim xuddi mendek qiynalishini xohlamayman. Ular meni ko'z yoshlarimni ko'rishni xohlamayman. Farzandlarim uchun har doim ham ota, ham ona bo'laman. Siqilib dardim to'lib ketganda esa mana shu anhor bo'yiga kelib, ulardan bekinib yig'lab olaman. Mahalladagilar ham meni Shoh Shaddod kelin deb bilishadi. Ammo lekin unaqa emas. Yuzim kulgani bilan ichim yig'laydi. Lekin meni hech kim tushunmaydi. Payaxon. Negina? Ay, bitgina Qanday to'xtirimiz yaxshi. Payaxon. Voy, qandoq Yaxshi yetgan payaxon. Figurasi, Sizni butun qushlarimiz kutib qolibdi. Yes. Payaxon. Bo'pti, yaxshi yetgan. Likillamay o'ladi. Не могу поверить, что она уезжает. Salut qizim. Voy. Hayır.
Assalomu alaykum. Kenay, yaxshimisiz? Zerikmayapsizmi Kenay? Ha yo'q. Kenay juda ham xursandsiz, a? Ha, juda ham xursandman, конечно. Hali xursand bo'lmang, hali xursand bo'lishingizga erta Kenay. Sizga bitta narsa aytaman. Faqat akam bilmasin. Shahardan kelgan dugonangiz bor-ku. Akamga shu ko'zini bundoq qisib yuribdi. Yo'q, Ha? Endi sizga akamni bu yo'ldan qaytarishni bitta yo'lni aytaymi? Qanaqa yo'l? Zo'r qilib jazolaymiz. Nima qilib? Aytingchi. Ya aka, hormang. Ishga bormang, nima gap? Nima ishlar qilyapsiz endi? Ular taxlab ko'rmayapsanmi? G'ishtlarni chiroyli taxlab qo'yapman-da. Men sizga yordam bermoqchiman. Nima deding? Boshqa to'n ayt. Yo'q, buni emas. Agar aka, bitta siringizni bilib qoldim. Mana ular to'ychisan bunday qilib taxlab. Ana shaharlik qiz bor-ku. Ha. Shu bilan gaplashib yaxshi ko'rganingizda keyin bilib qopti. Shu qizga kompot bo'lib qolsa, men ko'rdim, bildim. Hech kim sirimni bilmagan. Hech kim sirimni bilmagan. Ya, shu qizni yaxshi ko'rib qolgansiz. Ha, bunday qiz. Boshing bilan urishib qolganmisan. Qaydan olding bu gapni? Aka, men bilaman. Bir marta ko'zim tushib qoldi, bo'ldi. Ha, ko'zingga seni ko'zchinanga. Bir ikki marta ko'rib qoldim. Ha, xo'p, maqsad ko'z. Hozir men sizga yordam bermoqchiman. Qanday yordam? Bitta maslahat beraman, amal qilsangiz, agar u qiz sizni sevib qoladi, keyin ham kompot topib qoladi sizga. Endi qarang, men hozir keyin ham yonidan kelyapman. Endi sochingizni mana buni chotki qilib olamiz. Bunday qilib qo'yamiz. Yo'q, aka, siz menga ishoning. Sochingizni oldirmaysizmi? Shu qizga qarashni xohlamaysizmi? Qo'ya, men sochimni oldirmayman. Zo'r bo'ladi-da. Qo'ya. Ha, hali siz bilan gaplashamiz buni. Siz hozir borib sochingizni oldiring va ishingizni o'zim qilib qo'yaman. Yo'qmi-na? Ha, xo'p. Xo'p. Mana ularni o'zing taxlab qo'y. Jimtirama cheka chimtirama. Mana ularni bunday taxlab qo'ysan, g'ishlarni tövbaga chaqir chiqazib. G'ishlar tövbaga chiqazib, hammasini shunday qilib o'tasan, tushundingmi? Yes, o'xshadi. Bopladimmi? Yordingman. Kelgin yar, o'ylab. Hey, yordingman. Ha, jonim, nimalar qilyapsan? Nima qilaman, kiyim yuvaman? Ha, yaxshi. Aylanib ketay o'zimni xotinim. Bir tonna yukam. Ey xotin. Bugun kechga Maray Mamat to'ya. Shunga sochimni bir astanna qilib oldirsang. Nima deysan? Voy. Soch chizib qo'yish kerakmi? Ha? Sochini deydimi? Nima deding? Soch chizib qo'ying. Ha. Ay, yuring, o'zim zo'r qilib qo'yasanmi? Ay, yuring, albatta. Ha, yaxshi. Yuranda. Yuring. Bir tonna yo'q. Vaqtim yo'q. Yuring. Yuring. Hozir sen sochingni. Chiroyli qilib qo'y sochimni. Ha, xotinim o'zim. Olib qo'y. Massajlar qilib qo'yaman-da. Men doim sochayotganda massaj qilaman. Va shunaqa stilli qilib qo'yaman, shu to'yga borganingizda hammasini ko'zi sizda bo'ladi. Dadasi. Shundaymi? Ha. Hammasi siz sochingizga havas qiladi. Vof qo'ygan massaj qilaman dadasi. Raslablaysanmi? Raslablaynami? Nima deydi? Raslablayna. Bismillah deb olaveramizmi? Chiroyli qilib vof qo'y-da. Tayyormiz. Uf, dadasi sasib ketibdi. Uf. Bir chiroyli qilib vof qo'y. Olamiz endi dadasi. Va shunaqa chiroyli qilib qo'yman, o'z dadasi qarab turing. Hamma ishlarni voy, hammaga yoqamanmi? Voy, shikrasam. Voy, biram yoqyapti sochimni olganlaring. O'zimni xotinim. Voy. Hamma bugun sizga qaraydi. Rostdanmi? Albatta. Ya, muncha zo'r bo'lmasa. Chiroyli olyapsanmi? Voy, dadasi, qarang, qanaqa chiroyli. Voy, rahmat, rahmat. Voy, dadasi chiqdi. Urmagay boshimga. Voy, dadasi va shepda bo'ldi. Chiroyli bo'ldingiz. Qani bir o'ynaga qaraychi.
voy bo'ladi tur oynaga qarab keling. Oynaga bir qaray. Aylanay bo'lib ketadi, aylanay. Voshshi tak qo'yma-chu bo'ldingiz. Ya. Ya. Voy sana. Ko'ngillar bir-birin ko'rmoq istadi. Ko'zlar ko'zlaringni ko'rmoq istadi. Bugun uchrashsak-ku yaxshi bo'lardi. Shodon yuraklarga shodlik to'lardi. Kelsang gar yonimga parvoz aylayman. Senga jon azizim deya aytayman. Bugun uchrashganda ko'ngil to'lardi. Bulutlarni quvib quyosh kulardi. Sevgimiz bor sara-sara. Bulbullardan so'ra-so'ra.